Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun Honor X9D telefonimizni obzorini qilamiz. Nasib bo'lsa oldik. Ana endi bunga bonusiga bitta chexol, bitta stiklosi qo'shib berildi. Stiklosi ham oddiy stiklo emas menimcha. Super X degan stiklo mana. Stiklo. Yaxshi stiklo menimcha. Men ham bilmadim, mening fikrim. Endi ham yaxshigina chexol. Ana endi buni ochish jarayonini qilamiz. Bunday qilsak menimcha ochiladi. Vaqtida shunga bitta pichoq olib kelganingda yaxshi bo'lardi. Qaychimi pichoq? Nima uchun ekan bunaqa? Vaqtini Qaychoq kerak. qo'ziqtirlasizmi? Ochdik mana. Ko'rinyaptimi? Endi buni ko'ramiz, ichidan nimalar chiqar ekan. Birinchi o'rinda salomlashmoqchisan bilan. Telefonda o'zi. Honor Распаковкачикmi? Xo'sh. Tursak. Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Nima edi? Bu shtrix kodi menimcha. Buni yopishtirib qo'yish kerak bo'ladi telefon korobkasiga. Xo'sh, mana bu yerda nimalar bor? Bu yerda xo'sh, kaliti bor ekan. Kitobchasi bor ekan, bir emas ikkita. Bu o'zini original chexoli. O'zidan chiqqan original chexol mana. Korobkasidan shunaqa chiqar ekan. Pauza qildingizmi nima? Pauza qilmang. Mana endi zaryadkasi mana shunaqa ekan. Original zaryadkasi 66 vatlik bo'lar ekan. 66 vatlik zaryadka original o'ziniki Honor Super Charge deb yozilgan. Super Charge. Bu kabeli, lekin kabeli originalga o'xshamaydi. Almashtirib qo'yilganga o'xshayapti kabeli. Kabeli chunki juda ingichka ekan. Oq ekan. Original kabel hech qachon bunaqa oq bo'lmaydi. Endi Honor'dakini bilmadim. Lekin Samsung'da original kabel oq bo'lmaydi. Milada emdash. Mayli, ko'ramiz buni hali sinab. Zaryadka qanaqa olib beradi, nima qiladi? U haqida yana ma'lumot beraman. Keyinchalik. Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi mana? Zaryadkaga hozircha bizga bular zaril emas. Bular ham zaril emas. Bularni joy-joyiga solsak bo'ladi. O'sha chexol mayli topib tursin. Kalit kerak. Hozir biz nima qilamiz kalit bilan? Simkarta qo'yamiz. To'ppa-to'g'ri. Kamerachimiz yaxshi biladi bunaqa narsalarni. Kamerachimiz professional bo'lib ketgan. Xo'sh. Ana endi buni Honor telefonda Bismillahirrohmanirrohim deb Shu joyiga qiziqaman. ochamiz. Ko'rinyaptimi? Voy. Yangi telefon olishni shunisiga qiziqaman. Xo'sh, birdan sim kartani qo'yib olaylik yoqishdan oldin. Sim karta joyini ko'raylikchi. Ikkita sim kartalik ekan. Fleshga ketmas ekan, lekin ikkita sim karta ketar ekan. Shu payt mana ham jiringlab qoldi eski telefonimiz. Mana shu telefonni ham obzorini qilganman X5 da.
Bu telefon endi charchadi ozgina. Buni pensiyaga chiqazamiz. Xo'sh, birinchi simkartaga qo'yamiz. Ana shuni so'rama, bizga bo'lish kerak, nimalar, ha? Ikkalari nimadan o'tgan bo'lishi kerak. Ikkinchi simkarta, birinchi simkarta. Emaildan o'tgandir, simkarta joylari. O'tgan. Chunki yangi telefondan o'tgan bo'lishi kerak, O'zbekistondan olingandan keyin. Email kod. Sizlardan parol so'rami? Hali endi bilib nima qiladi. Simkarta mana birinchisiga qo'ydik. Qo'yilishi sal qiyinroq ekan simkartasini qo'yish. Tushmadim yosh simkarta joyiga. Nega joyiga kirish qiyin bo'lyapti-da? Shunaqa kirar ekan. Qiynalibroq kirar ekan joyiga. Bismillahirrohmanirrohim deb. Ana endi qo'shamiz. Necha foiz zaryadi borligini bilamiz hozir. Honor Android Powerbank. Sochlar tushdi. Sal qo'shilish qiyinroq ekan. Boshqa telefonlarga nisbatan sal sekinroq qo'shilar ekan. Tezda qo'shilib ketmas ekan. Yo yangiligi uchun shunaqa bo'lyaptimi? Yo har doim qo'shilganda shunaqa qo'shiladimi? Xo'sh, o'zbekcha, lotincha ish boshlash. O'zbekiston. Xo'sh. Yuqoridagi shartlarga rozimiz deganni bosmasa bari o'tkazmaydi. Davom ettiramiz. Davom etishni bosib ketaveramiz endi. O'tkazib yuborish. Wi-Fi'ni o'chirib qo'ysakchi. Wi-Fi qo'shilishi kerak ma'lum. Wi-Fi hozir kerak emas, bizga o'chirib qo'ydik. Joylash axborotlarning aniqligini qo'shish. Aniqlashni qo'shishni o'tkazib yuborishimiz keyin telefoningiz tayyorlanmoqda. Bu bir necha daqiqa vaqtni olishi mumkin. Sochgan. Xo'sh, bu nima ekan? Qaysi birini tanlash kerak? Keyingisiga o'tib ketamiz. Nusxalanmasini. Nimani nusxalash kerak? Qaramadigan boshqa qurilmadan foydalaning. Boshqa Android qurilmasi, iPhone yoki iPad kerak. Uni yoqing va qulfdan chiqaring. Keyingisi boshqa qurilmadan kabelni suqing. Keyingisi kabel mos kelmadi. Bu nimaga? Nima qilish? Nima uchun boshqa telefonga qo'shishimiz kerak? Nusxalanmasini bosamiz lutfisi. Tekshirilmoqda. Nark telefoningni, eski telefoningni olib bunga deyapti narsasini. Shu o'tkazib olasan deyapti ekan. Boshida shunday kerak emas bizga. Google'ga kirish. Keyingisi tashlab ketish bo'lmasa. Tashlab ketish. Keyinroq so'zlash. Shuncha o'yin bor. Menga nima kerak bu o'yinlar? Olib tashlashim nima qiladi? O'yinlar olib tashlayapmiz, bizga bu o'yinlar kerak yo'q. Mana bittasini qoldiramiz. Bu o'yinni boya muzika shekilli. Buni ham olib tashlaymiz. Mana orqasida ikkita o'yin qoldirdik. Okey qildik. Bir necha daqiqa vaqt olishi mumkin. Bir necha daqiqa. Ay sho'rma. Qolib ketdi-ku. Sen pauza qilmada. Xo'sh. Roziman.
Endi nima bo'lar ekan endi aynomakan mana olmakan. Shu vaqtdan qotyaptimi bu telefon? Qotadigan telefonni yoqtirmayman. Olur. Qiziqtirdi.